Yaponiyaga ishlash uchun ketayotgan fuqarolarimiz uchun moliyaviy savodxonlik bu faqat pulni topish emas, uni to'g'ri saqlash, ishlatish va kelajak uchun jamg'arish demakdir. Ish haqi olganingizda u odatda bank orqali oylik avtomatik to'lov shaklida amalga oshiriladi. Ish beruvchi sizga shaxsiy bank hisob raqami ochib beradi va har oyning ma'lum bir kunida ish haqqingiz to'g'ridan-to'g'ri ushbu hisobga tushiriladi. Ish haqi tushgach, har bir tushgan summani bank ilovasi orqali tekshirib boring. To'lov varaqasi, ya'ni Kuyro Meisayda soliqlar, sug'urta va ushlanmalar ko'rsatilgan bo'ladi. Agar ish haqi kam yoki noto'g'ri to'langan bo'lsa, darhol rahbaringiz bilan bog'laning. Bank kartasi bilan ishlash kundalik hayotda juda zarur. Chunki naqd pul kam ishlatiladi. Kartalar do'konlarda, metroda, yirik supermarketlarda ishlatiladi. QR kodli to'lovlar, masalan, PayPay yoki Rakuten Pay ham ommalashgan. Ko'pchilik xorijda ishlagan pulni uyga yuborishga harakat qiladi. Bu yaxshi, ammo birinchi navbatda o'z xarajatingizni to'g'ri rejalashtiring. Shoshma-shosharlik bilan kredit olish, qimmat telefon yoki texnika xarid qilishdan ehtiyot bo'ling. Har oy moliyaviy reja tuzing va uning tarkibida oylik daromad, uy va ovqatlanish xarajatlari, ishga borish uchun transport xarajati, sug'urta, telefon, pul jo'natmalari, jamg'arma va favqulodda holatlar uchun zaxira bo'lsin. Yaponiyadan O'zbekistonga pul yuborish uchun Western Union, TransferWise, Remitly kabi qonuniy xizmatlardan foydalaning. Norasmiy kanallar orqali jo'natilgan pul yo'qolib ketishi yoki bloklanishi mumkin. Ogoh bo'ling. Firibgarlar sizni sarmoya kiriting, kriptovalyuta sotib oling, pul yuboring, 2 barobar qaytaraman kabi yolg'on takliflar bilan aldashi mumkin. Begonalar nomiga telefon, bank kartasi ochish qonunga xilof. Bu sizni jinoyatga aralashgan deb topilish xavfini tug'diradi. Esda tuting, Yaponiyada iqtisodiy erkinlik va mustahkam moliyaviy tartib juda yuqori baholanadi. O'z pulingizga mas'uliyatli munosabatda bo'ling. Daromadingizni faqat bugun uchun emas, balki ertangi kun uchun to'g'ri yo'naltiring. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.